Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Andijon viloyati Zavroq qishlog'iga yopgil o'rnatib berdik. O ikkita eshik, ikkita rom, akfa alyumin, zolotoy dubka yo'duy oynaligidan. Oynalari bir qavat bo'ldi. Eshiklarimiz razmerlari 1.10 ga 2.30 bo'ldi. Ikkita eshik, ikkita rom. Ochiq yopilishlari. Zamonlari katta zamoydan bo'ldi. Termos zamoydan bo'ldi. Ruchkalari. Zamonlari ham kraf originalidan bo'ldi. 5 ko'sil o'rtadan bitta ochilish qilib berdik. 40 lik padagonli qo'yib berdik. Yasoviy padagonlardan. Yopilishlari, legirovkalari go'zal bo'ldi. Ikkita eshik, ikkita rom olib kelganmiz. Cho'qlari ham mana ko'rishlar mumkin. Cho'qlari hammasi joy-joyiga xudo xolasa. Ikkinchi eshigimiz ham yopilishlari xudo xolasa yaxshi. Bu eshiklarimiz razmerlari keladigan bo'lsa, eshigimiz 1.10 ga 2.30, romimiz 1.60 ga, eni 1.70 bo'lgan. Bo'y 1.60. Hammasini 8 millionga padagonlari bilan olib kelib qo'yib berdik. Akfa alyumin originaliga yo'duy bir qavat oyna. Kim shuna xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Melaga rahmat, sog' bo'linglar.